Abduqodir Husanov Lesterga qarshi o'yinda qaydnomasiga kiritilmadi. Angliya chempionati 30-turdan o'rin olgan Manchester City Lester jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda bir necha daqiqa qolgan shaharliklar o'yini qaydnomasida e'lon qilindi va qaydnomada o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov nomi keltirilmagan. 21 yoshli futbolchiga Pep Guardiola dam bergan. Buning sababi hozircha noma'lum. Abduqodir Husanov menimcha Manchester Unitedga qarshi o'yinda tushishi mumkin, agarda asosiy tarkibda tushish. Keyin esa ma'lumot uchun Manchester United Manchester City 6-aprel kuni o'tkaziladigan mazkur derbida Angliya chempionati 31-turdan o'rin olgan bo'lib, bahsda afsonaviy Old Trafford stadionida mezbonlik qiladi. Hozircha ushbu bahsda Abduqodir Husanov 31-turda tushish ehtimoli bormi yo'qmi hozircha noma'lum. Agarda keyingi o'yinlarda Manchester City g'alaba qozonsa, Abduqodir Husanov yanada zaxiraga qolishi ma'lum bo'ladi.